Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Avtori Ihson Abdulquddus. Misr. 17-bob. Attigan soat 5:30da chet elliklar turmisida harakat boshlandi. Siyosiy boshqarmaning belgilamasi bo'yicha İbrahim Hamdi voqeasiga chetishliq jinoyatchilarning o'zaro fikrlashishiga, yuz ko'rishishiga ruxsat yo'q edi. Ular taki sarang bo'lib qolganga yoki qiynashqa chidamay İbrahim Hamdi haqida ma'lumot berganga qadar ayrim kameraga solinatdi. Har kuni attiganda ularga hojatxonaga chiqish, shamaldash uchun 10 minut vaqt beriladi. Lekin ular navbat bo'yicha birdan chiqirilatdi. Tömür eshiklar ochilib, mahbuslar hojatxonaga menishga boshladi. Biri qaytib kelgandan keyin ikkinchisi mangdirildi. Mahbuslar turma soqchilaridan tunugungi ishni bilishga tirishdi. Bu yerda xabar turma sirtidagidan tez tarqaladi. Xabarlar chin etiklik ishiklarning yo'chqidan, kichik to'shiklardan har qaysi kameralarga yetadi. Bu xabarlar ichida turma boshlig'ining xotini haqidagi gaplar, birarining iqror qilganligi to'g'risidagi xabarlar bo'ladi. Bugun atdigan turma ichida kishini hayron qoldirgudek ajoyib bir xabar tarqaldi. Soqchilar bir yigitni tutib kelibdi. Ismini hech kim bilmaydi ekan. Uni kapitan Dabaq o'zi akapdi va qiynab so'roq qilibdi. U yigit o'lib qolibdi. Jasdi 8-nomerlik kamerda ekan. 16-nomerlik kamerdagi mahbus shamaldash navbati kelmasdanla vaqirdi. Hey 9, angla otamsa. Ha, nima ish? 9-kamerdagi odam javob berdi. Ular 8-kamerdagi odamni o'ltirib qo'yibdi. Sen beqiningdagi kamerdan biror shapa anglamadingmi? Hayal o'tmay 9-kamerdagi mahbus javob berdi. Yo'q, hech nimani anglamadim. U kamerdagi odam o'lgandakla qiladi. Shapi yo'q. Ashu ablahlarning qilgan ishi bu. Endi bu ish bizning beshimizga keladi. Bu yerdan qiynalib o'lmaguncha chiqib ketmak tas o'xshaydi. Ular tunugun oqshom tutib kelgan odamning kimligini bildingmi? Bilmadim. Men 11-kamerdan so'rab boqay. Gundupayna boshlig'i ho'ylida turib vaqirdi. Hey, Fatha, gap qilishmanglar. 9-kamerdagi mahbus uningga parvo qilmay so'zlayverdi. Hey 11. Ular 8-kamerga akilib so'lagan kim ekan? 11-nomerlik kamerdan jarangliq bir ovoz yangradi. Yo'q, bilmadim. Hamma uni o'ltirib qo'yibdi deyishyotdi. Tunugun oqshom ularning kamerga kirganligini anglagan edim. Tuyuqsiz 12-kamerdan titragan sado chiqdi. Ular uni o'ltirib etibdimi? Muhitni o'ltirib etibdimi? Arqadanla u kamerning tömür eshigi qattiq urildi. Eshikni echish munofiqlar, eshikni echish. Men senlarning qiningni ichiman, hammangni o'ltirib etaman. 16-kamerdagi odamning chirqiroq ovozi uning so'zini bo'lib etdi. Hey inim, Muhit degan kim? Uning to'liq ismi nima? Muhit mening bir navri inim, javob berdi heliqi titrigan ovoz. Ular uni o'ltirib etibdi. Dabaq uni o'ltirib etibdi. Arqadan ho'ngrab yig'ilgan ovoz anglandi. Jonga jon olamiz, vaqirdi 11-kamerdagi mahbus. Jonga jon olamiz, boshqa kamerdagilarmi tangla vaqirdi. Misr uchun o'limiz, yashasin Misr, vaqirdi boshqa kamerdan biri. Misr uchun o'limiz, yashasin Misr, boshqa kamerdagilarmi agishib vaqirdi. Hommamni cehennemge yollayli, Dabağının iştkalısını yancı biteyli. 3-kamerdagi mahbus tovladı. Bununla başka mahbuslar mı koşuldu? Hommamni cehennemge yollayli, Dabağının iştkalısını yancı biteyli. Haqiqiy jinoyatchini yo'qtayli. 4-kamerdagi mahbus tovladı. Başka mahbuslar mı koşuldu? Haqiqiy jinoyatchini yo'qtayli. Bir eshik urildi. Bu oldin kelishgan belgi bo'lib, shu an boshqa mahbuslarmi kamerdagi chelakni eshikka bir xil ritmda xuddi eshikni chaqib o'tadiganidek qattiq urg'ili turdi. Bu ovoz butun turmani larzaga soldi.
Növbetçi saqçı əməldari türmüge yugurib kirdi. O kiyimini tüzəp durup Gundubayla başlıqağa vaqırdı. Oy, nemiş boldu? Bu nemi gap? Gundubayla başlıqı onun yeniga kelip pichirledi. Ular 8 kamerda biri ölüp qaptı deyişivatıdı. Həmmə öyünün işkini çın taqanla, əmdi ularni hacatxanaga chiqamangla. Ularga qachon tamaq berish ishida mening uqtirishimga qarangla, dedi saqchi əməldari. U ishkirga ketib etib kaynidagi Gundubayla boshliqiga "Yur, men bilan", dedi. Ular 8 kamerga qarab mangdi. Ishikning yo'chiqidan qarab turgan kamerlardagi mahbuslar saqchi amaldorining 8 kamerga ketayotganligini ko'rib, varqirashdan to'xtadi. Qalbidagi g'azabni besib, uning har bir harakatini diqqat bilan kuzatdi. Saqchi amaldori kameraning ishigini ochibla qora yerda dabaq yasab bergan sasliqda yotgan Muhitni ko'rdi. Alaqzada bo'lgan saqchi amaldori uning yurak soqishini tinglab baqdi. U o'lmagan bo'lib, yuragi soqiyotdi. Saqchi amaldori uning tomirini tutib baqdi. Qo'li muzdek sovuq. Tomirining soqishimi intayin ojiz edi. Saqchi amaldori ishikni quluplab, tashqariga o'yladiki, ishxonasiga qarab mangdi. Ular uni o'ltirib etibdi. Türme kameralarining ishikini urush yana boshlandi. Bir türme saqchisi hamrohiga qarab qo'ydi-da, gapmi qilmay yerga tükirdi. Saqchi amaldori ishxonaga kiribla qizil taqiyasini kiydi-da, telefon trubkasini elib bir nomerni burdi. "Homanbek bormi?" Alaqzodlik bilan so'radi u. "Uni chaqirib qo'ysangiz, men chet elliklar turmisi." Janoblari murojaat qildi u Homanbekning ovozini anglagandan keyin. 8 kameradagi tunugun akalgan jinoyatchi bak xatarlik ahvolda o'lidigandek turdi. Texi o'lmabdi. Xo'p, shundoq janoblari. U Homanbekning yo'l yo'riqini anglab javob berdi. Shundoq bo'ladi, janoblari. U telefon trubkasini qo'ydi-da, turmaga kirib 8 kamerani ochdi va yenidagi Gundubaylar boshliqiga buyruq qildi. "Tezdan bir karvat akilinglar, 2 odam sularni surtivatsin." Hayal o'tmay ular karvatni akilib joyiga qo'ydi-da, Muhitni yotqizdi. 2 saqchi suvni surtishga boshladi. Tunugun suv sepganlarmi dal mushu ikkisi edi. Saqchi amaldori Muhitning yuragini yana tingladi. Yuragi soqiyotdi. Texi o'lmagan edi. U Muhitning qo'lini tutdi. Bu qo'l bir parcha muzning o'zi edi. Tomirining soqishimi bak ojiz edi. U ammiyak suyga chilangan paxtani Muhitning burniga yaqin akilib edi. Muhit midirlamadi. Paxtani yana Muhitning burniga tiqib etadigandak yaqin akeldi. Muhit beshini sal-pal qimirlatdi-yu, jim bo'ldi. Saqchi amaldori paxtani 3-qatim puritishga jur'at qilolmay tengirqab turib qoldi. Bir saqchi 9 kameraning ishigiga yaqinroq turadi. U vaqiravatqanlarga to'lidi. "U o'lmabdi, tiniqi bor ekan." Vaqirashlar, ishikni urishlar xuddi jafo chekkan saptishiga hurmat bildirgandek chippida to'xtadi. Chorak soatdan keyin turmaning tashqarqi darvozasi ochildi. Kapitan Dabaq ittik minib navbatchi saqchi amaldori o'ltirgan turma boshlig'i ishxonasiga keldi. Navbatchi bilan so'g'uqlar salomlashdi. "Assalomu alaykum. U qandoq? Yuragi so'qib turadi, hushidan ketibdi", dedi navbatchi amaldor ketib turib. Dabaq beshini lingshitib qo'ydi. Ondan saqchi amaldorining alaqzodlikdan tatirib ketgan chiroyini ko'rib, ixtiyorsiz kuldi. "Qo'rqmang, u o'lmaydi." Turma boshlig'i texi kelmadimi? So'radi u, o'rindiqda o'ltirib etib. "U hozirla keladi, janoblari. U oldirmaydi. Hamma ishni tez qilsak bo'ladi", dedi Dabaq kinoya qilib. Darvoza ochilib, Homanbek kirib keldi. U Dabaq bilan qo'l elishib ko'rishgandan keyin saqchi amaldori bilan mundaqla salomlashdi. Saqchi amaldori turma boshlig'i yordamchisining ishxonasiga chiqib ketdi. "Agar u iqror qilmay turib o'lib ketsa, chatoq bo'ladi", dedi Dabaq. "Bu odamlarni tushunmayla qoldim. Ular nima uchun hech nimani aytmaydigandi", dedi Homanbek saxta muloyimlik bilan.
Doktor keldi. Onun chiroyi g'azablik tus olgan, go'shtlik yuzidan so'rinligi chiqib turadi. Agar birari sizga uni doktor deb tanishtirmasa, uni cho'qim jallod o'xshaydi deb qilishingiz turgan gap. Homanbek bilan kapitan Daba o'rinlaridan turib, uni qarshi oldi. Doktorni kameraga boshlab berish uchun Daba saqchi amaldorini chaqirib kirdi. Kechiring doktor, sizni avor qiladigan bo'ldik. Ammo bu hukumatning ishi. Qanday qilamiz? Dedi Homanbek ularning kaynidan. Doktor turmaga kirdi. Kamera yo'chiqlaridan ko'plagan ko'zlar uningga tikildi. Ammo u ko'zlarni doktor ko'rmaydi. Doktor 8-kameraga kirib, muhitga yiroqdan qarab turdi. Uning tomdek oqirib ketgan chiroyi, tugilib qolgan ojiz badani, yerilgan kolpukini, ishib ketgan yuzini, yerdagi suvni ko'rdi. Zaif anglayotgan tiniqini angladi. Ondan u kameradan qochgandek chiqdi-da, turma boshlig'ining ishxonasiga kirdi. Homanbek bilan Daba uni kutib o'ltiratdi. Doktor bir vara qog'ozga diagnozini yozg'ash dedi. U jiddiy xarakterlik so'qir uchay kasalligiga giribdor bo'pti. Meningcha sizlarga mas'uliyat ortilib qolmasligi uchun yaxshisi uni doktorxonaga yo'tkash kerak. Doktorxonaga opamsaq bo'lmamdi, so'radi Daba. Xotirjam bo'ling. Men uningga so'qir uchay deb diagnoz qo'ydim. U yerga opargandan keyin o'zim bir taraf qilaman, dedi doktor sarg'aygan tishlarini ko'rsatib hijib. Bo'ladi doktor, dedi Hommam kulib. Rostini aytganda, ular bundaq yaxshilikqa munosib emas. Hayal o'tmayla bir qutuldirish mashinasi turma darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Saqchi amaldori yana 8-kameraga kirdi. Ikki saqchi uning bilan kirib, muhitni ko'tirib, tashqarqi g'oylaga ochiqib, jirg'iga soldi. Ondan ko'tirib mashinaga oldi. Mashina qo'zg'aldi. Malika Nozil ko'chasiga oz qolganda, herib holidan ketgan bovayning yenidan o'tdi. Bovay xeyla eg'ir somkini ko'tirib, asta mingib turmaga ketyotdi. U yenidan o'tib ketgan mashinada o'lay deb qolgan o'g'lining yotganligini nerdan bilsin? 18-bob. O'g'li bilan jiyanini tutib ketgandan keyin bovay chapinini kiydi-da, yerda hushsiz degidek yotgan xotinini ikki qiziga topshirib, sirtqa chiqdi va saqchi mahkamasiga qarab ketdi. Chunki o'g'lini tutib ketgan saqchi shu yerga boramiz degan edi. Saqchi mahkamasi binosi Xalq darvozasi maydonida go'yo arvohdek qarib turadi. İkki öydinla olvastining ko'zida sus chiroq yo'riqi ko'rinadi. Bovay endishi ichida kirib shu chiroq yo'riqini, ya'ni olvastining ko'zini izladi. U bir saqchi amaldoriga yo'liqib, o'g'lining saqchi mahkamasida emasligini bildi. Uningdan boshqa ishlarni uqolmadi. Ularning o'g'lini nega aketganligi noma'lum edi. Bovay saqchi amaldorining yenidan chiqib, saqchi mahkamasining uzun koridorida bir saqchining yenidagi o'rindiqda o'ltirdi-da, uyiga qaytmay o'g'lini saqlamoqchi bo'ldi. Ular balki uni bu yerga akilib qolar, ammo bu umidi yo'qqa chiqdi. Bovay tunji qatim Qohirani qo'rqinchli, sirliq shahar deb tasavvur qildi. Qohira u biladigan ko'chalardan, eshik nomeri, ismi bor binolardan tarkib topgan emas ekan. U bakli yo'g'on, noiti xatarlik ekan. Bu shaharda u bilmaydigan lahma, hech kim anglab baxmagan maxfiy o'rinlar bor ekan. Ularning ba'zilari yer ostida bo'lsa, ba'zilari egiz tom bilan qo'rshalgan ekan. Bovay, men biladigan ko'chalarning ostida lahma bor. Ular o'g'limni shu yerga akirib ketdi deb qiyos qildi. Balki mushu saqchi mahkamasining ostidami nam qorong'u gami bordi. Balki o'g'li saqchi mahkamasining binosiga yondosh silingan egiz tomning orqasidadir. Ana tomning ustida simtor, qurolliq askarlar posta turadigan qorovulxona bor ekan. Bu xilma-xil tashvishlik xiyollardan bovay vahimaga tushdi. Taqti taq bo'ldi. Hatto yig'ilib etishga tasli qoldi.
u g'azabini ichiga pattira olmay, go'yo kapitan Dabag'ni bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lgandek ixtiyorsiz qo'llarini oldiga so'zdi. Dabag'nila bo'g'ib dardi chiqmaydigandek yana ichki ishlar vazirini, bosh vazir, hatto podshohni bo'g'ib o'ldirib keldi. Qo'lidan kelsa, u qilcha rahim qilmasdan ularni bo'g'atdi. Ularning qonini bor kuchi bilan bo'g'ib turib, "O'g'lim qani, uni qaytarib beringlar. Muhit qayerda?" deb varqirgan bo'ladi. Bovay bu xiyollardan esiga kelib, o'zining bakla otdi, zaif, töven o'rindagi odam ekanligini bildi. Bu narsani u ilgari his qilmagan edi. O'zini g'ururi bor, o'zgacha xarakterga ega odam deb bilatdi. Shunga u hozirga qadar o'zining mijozi o'ziga yoqatdi. Oilasida, birodarlari orasida uning shu o'zgacha mijozi mavjud edi. Xizmatdoshlari ichidami u noiti g'ururliq edi. Mana endi u shu g'ururini, o'zining mavjudligini his qilolmayotdi. Shu topda uningga o'zining azaldan g'ururi bo'lmagandek, uyida yoki xizmatda bo'lsin, uningga hech qachon o'zgacha haqiqiy, muqim, uni xotirjam qilgudek mijoz xarakter bo'lmagandek tuyuladi. Bu davlatda har qanday odamning o'zgacha mijozi, huquqi yoki majburiyati yo'q. Misrdagi odamlar chig'riqqa bog'lab qo'yilgan hayvon. Ular belgilangan doira ichida cho'rgilaydi, xohlagancha qamchi yeydi. Bu davlatda soqchilar xalqlarning bolalarini xohlagancha tutib, gamilarga yoki egiz tomlarning ichiga maxfiy solab qo'yishidi. Xalqlarning bo'lsa, bolalarining nega aktilganligini bilish huquqi yo'q. Bovay o'zining ojizligini his qilib, g'am yuklari ostida tugilib qoldi. Yenida o'ltirgan soqchi uning bechora holini ko'rib, ichi og'rigan bo'lg'ay. "Efendi, bundaq o'ltirganingiz bekor, yaxshisi uyingizga keting. Bu aptingizdan yomon ish qiladigandek ko'rinmaysiz", dedi. "Ularning o'g'limni nega akatganligini uqmoqchiman", dedi bovay qat'iy turdi. "Uning derikini bilmagicha ketmayman. Tong otguncha bo'lsimi o'ltirman. Bilsangiz, qanday qila olasiz?" dedi soqchi o'q tortib. "Hech narsa qila olmaysiz. Yaxshisi keting." Soqchi bovayga birdan qarab turib so'radi. "U nima ish qilgan? Menmi bilmayman. Ular o'g'limni 1 soatning oldida tutib ketgan. Ishlar mushundoq bo'ladi. Ota-onalar bekordan bekor g'am yeydi. Hech nimani bilmaydi. O'g'lingizni siyosiy soqchilar tutib ketganligini jazm qila olamsiz? Kim biladi, o'g'lingizni zaharlik chekimlik sotganligi yoki o'g'rilik qilganligi uchun tutqandi. Yo'q, hargiz undaq emas. Uni Dabag tutib ketgan." "U o'zi bordimi?" Soqchi cho'ng bir arbobning ismini anglagandek hayron bo'lib so'radi. Ondan atrofga ko'z yugurtib o'tib, bovayning quliqiga pichirladi. Anglagandek hayron bo'lib so'radi. Ondan atrofga ko'z yugurtib o'tib, bovayning quliqiga pichirladi. "O'g'lingizni chet elliklar turmasiga berib izdang. U bekatning yenida kapitan ishni shu yerda qiladi. Gumonliq deb tutgan odamlarni udul shu turmaga opirdi." "Turma?" Bovayning yuragi qart qilib ixtiyorsiz tovlib etdi. "So'roqmi qilmay turmaga solamdi? Bo'shroq so'zlang. So'roqnimi shu yerda qiladi." Bovay qattiq sarosimaga tushdi. "Bu gapingiz rostmi?" "Efendi, nemishqa rost bo'lmaydi ekan? Bizdek bu ishni qiladiganlar nimani bilmaydi deysiz?" dedi soqchi o'ziga maqtanib. Bovay o'zicha bir nimalarni deb o'rnidan turib sirtqa chiqdi. Kira mashinasiga o'ltirib, chet elliklar turmasiga keldi. U mashinadan tushib, tomning yeniga kelishiga udul tarafdan bir qorovul miltiqini tanglab vaqirdi. "To'xta!" Bovay tom tubidan ketib, yiroqdan qarashga majbur bo'ldi. U turmaga qarab, uning har qanday yeriga o'g'lini qamab qo'yish ehtimoli borligini tasavvur qildi va atrofdagi hamma
Taşqa chiqib turmaga qarab baqdi. Bovay turma darvozasini urush niyatidan yenib, yana kira mashinasiga o'ltirib, uyiga qaytib keldi. Bovay o'zining qarga kelmaganligidan bakmo mayusdandi. O'g'lini topolmaganligidan azoblandi. Ümidsizlik uningga o'g'liga yuz kelolmaydigan bir xil tuyg'u paydo qildi. O'g'lining saqchining qo'liga tushishiga o'zi sababchi. Chunki İbrahim Hamdini uyda turg'izib, o'g'lini balog'i tiqdi. Saqchi nimishqa uni tutmasdan o'g'lini tutqandi. U nimishqa saqchiga o'zini ma'lum qilib, İbrahim Hamdini men turg'izdim deb iqror qilmaydi. Bu saqchilar hajabmi döt ha? Ular yoshlarni mushundaq ishlarni qiladi, vatanparvarlik harakatlar bilan shug'ullanadi deb bilsa kerak. Ular o'zidek qeriningmi o'g'li bilan billa shundaq ishlar qiladiganligini o'ylab baqmabdi. Dada bo'lgandikim, u o'g'li uchun jon pido qilishi lozim. O'g'lini qutuldirib olishi kerak. U endi qeridi. O'g'lining kelajagi bor. Kelajakni yo'q qilishga bo'lmaydi. Biroq saqchilar uning jon pidoligiga ruxsat qilamdi. Agar u berib o'zini ma'lum qilsa, muhitni qo'yib berami? Bovay xeyli uzun o'yladi. U uyiga kirdi. Saqchilar oqtirish qilganda buzilgan jabtuqlar hamma yerda chechilib turardi. U bularning orasidan o'tib hujrasining yeniga kelib to'xtab qoldi va qaddini ruslab o'zini tetikrak tutishga tirishib asta uyga kirdi. Momay karvatda to'risqa tikilib yotadi. Ko'z yoshlari mangzida to'xtab qolgan edi. Xuddi yerilib ketmasin degandek beshini yog'liq bilan chigib olgan edi. Samiya karvatning bir chetida o'ltirib, opasining putini uvulayotdi. Naval karvatning yana bir chetida turib, opasining qo'l bilaklarini besiyotdi. Ular g'amkin bo'lib, gap qilishmaydi. Uyda bir xil xushbo'y hid bo'lsa-mu, ispirtning purqi uni besib ketganlikdan uy havosi doktorxona yotoqlariningidek edi. İkki qiz beshini ko'tarib, dadasiga taqassoliq ichida savol nazari bilan qaradi. Momay erining hidini olgandek eg'ir gavdasini qimirlatib edi. Karvat g'ichirlab ketdi. Momay erining undamay turganligini ko'rib, tovlab ketdi. U qayerda ekan, nemishqa billa akalmidilar? Uni nimalar qilib etibdi? Xotin, xotirjam bo'lsangchi, hamma ish joyida, dedi bovay zo'rg'a kulimsirab. Uni ko'rdingmi? O'z ko'zlari bilan ko'rdingmi? Momay yana so'radi. Ko'rdim. Uning yanida birdam o'ltirib xotirjam bo'ldim, dedi bovay va yolg'on aytganligimni ko'zimdan bilib olmasin deb darhol yerga qarab oldi. Nimishqa uni billa akalmidilar? Dadasi meni oldimaydilar. Meni aldayotganlarini ko'nglim tuyib turibdi. Tahiya, seni nimishqa aldaytdim? Gepimga ishinib xotirjam bo'lg'ina, dedi bovay o'zini tamkin ko'rsatishga tirishib. U taftish amaldorining kelishini kutib qoldi. Dadasi uni yolg'iz shu yerda qo'yib kelishga ko'ngillari qandoqchi dedi. Voy o'g'lim, obdan o'g'lim, hozir uni qandoq qiynab ketayotgandi. Momay yig'lab ketdi. Ikki qiz opasining qo'lini siladi. Bo'ldi apa, endi yig'lamag'in, dedi Naval. Yetib olg'in apa, dedi Samiya opasini yotqizmoqchi bo'lib. O'zingni qiynama, dadam muhit hech narsa bo'lmabdi, dedi-ku. Tahiya, unda qilmag'in, dedi bovay. Kichik boladak ish qilma. Sen aqlliq, chidamliq, bardoshliq eding-ku. Men hozir sening yordamingga bakmi muhtoj. Yig'lamag'in. Biz maslahatlashib olayli. Muhit yaxshi ekan. Gepimga ishon. Taftish amaldori ata boraman deb telefon berib ekan. Muhit saqlab qoldi. Xotirjam bo'lg'in. Ahvolni hech kim bilmaydi. Momay yig'laverdi. Men muhitning uyida birdam yetib olay. Ati deganda yana boraman. Bovay shundoq deb uydan chiqib ketdi. Eshikdan chiqibla chiroyini g'am bulutlari qopladi. Qizim, dadanglarning holidan xabar elinglar. Men yaxshi, Naval,
dadangga yektekni açıqıp bä. Samiye, dadang roza tutadigan bolsa, tamıqını açıqıp bägin. İkki qiz arasaldılıq bilen apsıga qaradı. Apsının bovaydın xatirjam bolmagucha ko'ngli tinmaydiganligiga ko'zi yetib o'rnidan turdi. Naval dadısının yektikini elib, hadisi bilen billa muhitning hujrasiga mangdi. Dadısı o'ngtay to'ngtay bo'lib ketgan uyda muhitni izlamoqchi bo'lgandek atrofiga qarab jimjit o'ltiratdi. Ko'z chaniqi yoshqa liq to'lgan edi. Dada, nima bo'ldi? İxtiyorsiz oldirab so'radi Naval. Silimi opamga o'xshash bo'layotamdila. Boshroq so'zla, dedi dadısı yalvurgandek. Opangni anglamay qolmasin devatamsan ya. Salsıla dada, dedi Samiye dadısının çapınını tartib, birdam dam elib alsıla. Sizlarga bir gapni aytay, dedi bobay Samiyening qo'lini yelkasidan bo'shitib, jiddiy holatda bo'shqina. Opanglar bilmasin, muhit turmida ekan. Qizlar cho'chib tangla to'g'ilibdi. Abdulhamdichu so'radi Samiye, dimi siqilgandek bo'lib. Muhit bilan billa ekan. Javob berdi bobay beshini silib. Saqchilar nimani bilyapti? So'radi Naval. Uqmadim, muhitni ko'rolmadim. Ularni turmiga, chet elliklar turmisiga akatganligini bilaladim. Uchaylan hasrat ichida sukutga patdi. Har biri xiyolida turmini, uningdagi muhitni ko'rgandek bo'ldi. Xeylidan keyin Samiya eg'iz ochdi. Do'stim Xadichaning bir nevra aksi saqchi amaldori edi. Shuningga deb baqsaq, yordami tegarmikin tang? Hech kim javob qilmadi. Bovay nima qilarini bilolmay gangirab qolgandek unsiz o'ltiratdi. Xiyolga patgan Naval İbrahimni o'ylab atdi. Ko'nglida uni cho'qim topima. Akamni shu qutuldira oladi. Qanda qutuldirishni shu biladi. U hamma ishni biladi deb atdi. Sizlar muhitning kechilik kiyimi almashtirdiganga ko'nglak, shim, lo'nga, sopun qatorliqlarni somkaga selib beringlar. Ata atdiganda muhitga opirib berma. Qizlar keraklik narsalarni tayyorlashga tushdi. Butun oilani qayg'u, ansiz, jimjitlik qopladi. Atdigan soat 6da bovay muhitning narsa keraklari selingan somkani ko'tarib uydan chiqdi. Bir baqqalning oldidan o'tib ketib o'tdi. 3,5 kilo banan oldida Malika Nozil ko'chasiga boradigan tramvayga chiqdi. Bekat maydoniga bir bekat qolganda tramvaydan tushdi. U turma temini bo'ylab ketayotganda bir qutqizish mashinasi o'tib ketdi. U mashinada qattiq azob chekkan, qiynalib gapdan qolgan o'g'lining yotganligini bilmaydi. Bovay darvoza oldiga kelganda sal tengirqab turib, ondan o'ri qo'li bilan tomdagi konopkani bosdi. Darvozadagi kichik ko'znak ochilib, uningdan qizil og'zi atrofidagi burut soqollari tükli qurutlar o'lishib olgandek ko'rinadigan qo'pol, butdak bir chiroy ko'rindi. "Hey, sen kim?" deb qo'polla so'radi u. "Assalomu alaykum. Men Muhit Mustafaning dadisi bo'laman. Uningga kiyim-kechak akelgan edim", dedi bovay qo'l bog'lab turib. Saqchi ko'znakka teximo yaqin kelib, bovayning qo'lidagi somkaga qaradi. Bananni ko'rib tilini tamshidi. Bu narsalar uning ishikni ichishiga kifoya qiladigandak. "Jindak turib tur", dedi-da ko'znakni yopdi. Bovay xeyli uzun turdi. Oxiri somkani yerga qo'yib ustida o'ltirdi. U nihoyatda uzun saqladi. Bir chaqda kichik ishik ochildi. "Heliqi saqchi, kirgin", dedi. Bovay hapila-shapila o'rnidan turib, somka bilan bananni ko'tarib ichkariga kirdi. Xuddi ishikdan kiribla o'g'lini ko'rdigandek chiroyi ochilib ketdi. Saqchi uni turma boshliqining ishxonasiga boshlab kirdi. Bovay kiribla atrofiga qarab muhitni izladi. Ammo u muhitni emas, 3 saqchini ko'rdi. Ularning biri kapitan Dabaq edi. Bovay balamni qaytirib bersang degandek yolvurish bilan Dabaqqa qaradi. Dabaq yolg'on hijib qo'lini uzatgan holda
bovayning oldiga keldi. Merhaba, merhaba. Assalomu alaykum, Zohir apandi. Dabag'ning qo'li avval somka bilan bananga tegdi. U hejiyib turib, bularni muhitga akeldilimi? Bo'ladi, birdam aram elib olsizlar, dedi. U Zohir apandini ishxonaning bir chetidagi sofaga o'ltirg'izdi. O'zi yondagi chiq o'rindiqqa o'ltirdi. Qolgan ikki soqchi o'z ishi bilan bo'ldi. Apandi, xotirjam bo'lsizlar, muhit yaxshi. Uning bilan ko'rishsam bo'lamdi, so'radi buvay. Oldiqroq surilib. Oldirmisizlar? Rostini aytsam, muhit mening ochchig'imni sal keltirib qo'ydi. Qaraganda boshqa balalar hech nimani aytma deb uni o'gitib qo'ygan o'xshaydi. Men uni gapni ochiq aytibla, uyga qaytib darsini o'qisin degan edim. Bovay lassida bo'lib, keyniga o'zini tashlab so'radi. Janoblari, uningga nimani aytqizidilar? İbrahim Hamdi to'g'riliq biladiganlarni aytqizmoqchiman. Biz uning uyidan İbrahim Hamdining narsalarini tepib oldik. Shunga İbrahimning nega ketganligini bilsaklar bo'ladi. Bo'lmasa, qani sizlar aytib baqsizlar. Yaqindan buyon muhitning g'alita ishlarini sezdilimi? U bek kech qaytamdi. Doim og'inlari bilan ko'rishgili boramdi. Mushuninga o'xshash ishlar. Janoblari, bundaq ishlar zodila bo'lmaydi, dedi buvay tartib. Muhit bundaq ishlarni qilmaydi. U mushunchilik bo'lgacha siyosiy ishlarga aralashmagan. İbrahim Hamdi yoki boshqa odamlarni tonimaydi. Menmu hayron bo'ldim, dedi Dabaq afsuslangandek. Rostini aytsam, men muhitning ismini anglabmi baxmagan. Bu yerda uning dilosimi yo'q edi. Kim biladi? O belki bizden yoşurup yürgendi. Yoxsu, janoblari, uning azaldan siyosiy bilan kori yo'q edi. Men uni shundoq o'rgatgan. Gapimni anglasizlar. Men sizlarga uni ko'rsatay, uningga bilginingni aytib bergin deb nasihat qilib qo'ysizlar. Bilishlari kerakki, uningga ortilgani kichik jinoyat emas. Shu jinoyati uchun oz deganda 3 yil turmada yotadi. Eğer aytibli bersa 5000 fond sterling inom oladi. Men uni hozirla ko'ram dema, oldirab so'radi buvay. Dava muhitning badanida jarohat izlari bo'lishi mumkin deb o'ylab, yo'q, hozir bo'lmaydi. Harbiy amaldorning tasdiqini oladigan ish. Men bir amal qilib baqay. Sizlar o'lgunlikka soqchi mahkamasiga kelib, meni izdisizlar, dedi. Uni birla ko'rib olsam xotirjam bo'latdim. Xotirjam bo'laversizlar. Men kepil, g'am qilmasizlar. O'lgunlikka meni izdisizlar, dedi Dabaq hejib. Bu narsalarni qo'yib ketsam bo'lamdi, dedi buvay hasrat bilan. Dabaq boshda buvayga o'g'lini doktorxonaga olib qo'yganligini aytmoqchi bo'ldi. O'ylanib ko'rib, bu niyatidan yondi. Albatta bo'ladi. Men olib beraman. Rahmat. Darmonsiz holda javob berdi buvay. Buvay o'rnidan turib, titragan qo'lida Dabaq bilan qo'l elishib, yenib chiqdi. U bakmu asta mang'atdi. Har qadamida yiqilib ketadigandekla qilatdi. U tramvayga o'ltirib xizmatiga ketdi. U ministerlikka kelib, xizmatchilarning daftariga imzo qo'ydi. Ondan beshini ko'tarib, soatga qarab 10 yerim bo'lganligini ko'rdi. U yarim soat kechikkan edi. Bu uning hayotida tunji qatim xizmatga kechikib kelishi edi. Buvay turmush ritmining butunlay qalaymaqonlashib ketganligini his qildi. 18-bob tugadi.